Assalomu alaykum hurmatli chori ishqibozlar, aka-uka ishqibozlar. Bugun sizlarga kechqurunda video qilyapmiz. 3 ta. Men yana bolam aka. Bitta ena bola, 2 dona bo'g'oz sigirimiz bor. Shularni bir qator azur qilamiz. Videoda ko'rayotgan bo'lsanglar like bosib turasizlar. Xudo xolasa kanalimiz yangi. Birinchi molimiz 5 oylik bo'g'oz, jicha suv tushib qolyapti. Ma'no olaydi. 5 oylik bo'g'oz, bo'ylari 1.25 ga xudo xolasa. Jigarlar mana shu molimiz. Buni yana 5 litr suti bor jigarlar, 8 kg butun tishlari. Xudo xolasa jigarlar bu molimizning narxi 24 million so'm, ozgina kami bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab besplatni pastga nomerlarimizni chiqarib qo'yamiz. Xudo xolasa jigarlar sizlar padishga tursanglar. Keyingi molimiz, bu molimiz 3 litr suti bor. Bo'ylari 1.20 ga olaverasizlar. Xudo xolasa ikkinchisi qornida 6-oyga ketyapti bu molimiz jigarlar. Bu molimizning narxi 20 mi 18 mi? 20 million so'm kami bor. Buni ham dastavkasi vodiy bo'ylab besplatni aloqaga chiqarasizlar. Kami g'ij-bij. Aytilgan baho muhim emas. Xudo xolasa bu molimiz bolasi g'unajin. Suti nechta aka? Suti 5 litr. 5 litr sutga olaverasizlar. Bolasi mana pachka. Bo'yi 1.28. Bo'yi 1.28, 24 million so'm kami bor ekan jigarlar. Sizlarga dehqonni uydan 3 yosh sigir topib qo'ydim. Xudo xolasa paddeshkada bo'lib turaverasizlar. Bittadan like bang'illatib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.